Amerika'nın keler ayda vəzifəsindən ayrılış aldırıki Biden hökuməti 3 dekabr günü Xitayning özək sanoatiga qarata uzundan beri müzakirə qilinib kelgan yeni eksport kontrolluğu tədbirini e'lon qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerikaning yeni eksport kontrolü tədbiri Xitayning texnologiya sohasidagi 140 şirkatiga Amerika texnikasini eksport qilishni cheklagan. Bu Amerika Xitayning harbiy uchun ishlatiladigan sun'iy aql texnikasini taraqqiy qildirishi va ishlab chiqarishni to'sishni nishon qilgan eng zo'r ko'lamlik cheklash tadbiri bo'lib, Amerikaning davlat xavfsizlik andishalari sababidan Xitoyning oshqushliq texnikalarga erishishiga cheklim qo'yish maqsadi bilan birdaklik ega deb qaralmoqda. Amerika Savdo ministri Gina Raimondo yeni eksport kontrolligining bo'sish xarakterlik ham keng ko'lamlik ekanligini bildirib, buning Xitoyning harbiy xirisini o'zak bilan ta'minlash iqtidorini azaytish yo'lidagi misli ko'rilib boqmagan kuchli tadbir ekanligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, yeni eksport kontroli nozik texnikalik o'zak ishlab chiqarishda ishlatilgan aslahalarni, shuningdek sun'iy aql sandonining asosi bo'lgan yuqori iqtidorli xotirlash o'znigi HBMni Xitoyga eksport qilishni cheklagan. Amerika Savdo ministrligi Xitoyning o'zak sanoatiga chetishliq 140 shirkatini qora tizimlikka kirgizib, Amerika shirkatlarining bu korxonalar bilan savdo qilishini ma'ni qilgan. Amerika Savdo ministrligi sanoat va bexatarlik idorasining qayd qilishicha, yangi tadbir Xitoyning ilg'or harbiy ham istixborot qobiliyati, to'r harakati va keng ko'lamlik nazorat texnikasini taraqqiy qildirishni to'sir ekan. Lekin Xitoy Savdo ministrligi 3 dekabr kuni Amerikaning yangi eksport kontrolini tanqidlab, bu eksportni suiiste'mol qilganlik, Xitoy shirkatlarini besish va kontrol qilishga uringanlik deb ayblagan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy Savdo ministrligi Amerikaga Galli, Germaniya, Antitila va shundaqla birikma almos qatorliq darajadan tashqari qattiq materiallarni eksport qilishni prinsip jihatdan cheklaganligini e'lon qilgan. Halbuki xabarlarda Amerikaning mazkur kontrol tadbirining uzun mazgil kechikishi, shuningdek korxona sohasi ham ittifoqdosh davlatlarning besimi sababidan uning ta'sir qilish kuchining uning aslidagi zarba berish iqtidoridan ko'p ojizlaganligi bildirilmoqda.